Anjirning mijozi birinchi darajada issiq, ikkinchida ho'l. Kuchli ozuqaligi bor. Yeganda tanani baquvvat qiladi. Qadimgi tibbiyotda aytilishicha, anjirning mevasi iste'mol qilinganda ichni yumshatadi, shishlar va quyuq moddalarni eritadi, oshqozon va ichakni keraksiz moddalardan tozalaydi, terni haydaydi, tanani qizishini susaytiradi, chanqoqni bosadi, yurakni sovutadi, falaj va tutqanoqda foyda qiladi, yovuzlik quvvatini so'ndiradi. Anjir mevasini nahorda sirka va asal bilan yeyilsa, ovqat tushish va hazm qilish yo'lini ochadi. 40 kun davomida har kun ertalab anjir mevasi iste'mol qilinsa, tanani baquvvat qiladi, yurak tez urishini, hansirashni, yo'talni, ko'krak qafasi kasalliklarini davolaydi, jigarni quvvatlaydi, taloqning tiqilmalarini ochadi va shishlarni eritadi. Anjir buyraklarni qizdiradi, jinsiy a'zolarga foyda qiladi, siydikning qiyin kelishi va tomchilab siyishni davolaydi. Anjir va yong'oqdan teng miqdorda olib, yanchilib, har kuni shu aralashmadan 90 grammdan iste'mol qilinsa, jinsiy quvvatni kuchli darajada oshiradi, ichni tozalaydi. Anjirni yong'oq bilan yeyilsa, kolit, ich qotishlarni davolaydi. Anjir qaynatmasi bilan huqna qilinsa ham shunday ta'sir ko'rsatadi. Anjir va yong'oq aralashmasi chayon va hasharotlar zahriga ziddi zahar sanaladi. Anjirni pista va bodom bilan yeyilsa, har qanday kuchsiz tanaga foyda qiladi, aqliy qobiliyatni oshiradi. Anjir mevasidan tayyorlangan kompot eski yo'talni davolaydi, ichki a'zolardagi tiqilmalarni ochadi, buyrak va qovoqdagi yod moddalarni tozalaydi. Anjir mevasini javdar uni bilan qaynatib, iliq holida og'rigan joyga quyilsa, og'riqni bosadi. Anjir mevasining qaynatmasi bilan til mushaklari yallig'langanda og'iz chayiladi. Xalq tabobatida anjir mevasining qaynatmasi siydikning og'riqli kelishini davolashda ishlatiladi. Anjirning xom mevalari sovuq mijozga yaqin. Qaynatib yuza qo'llanilganda tepkini, ya'ni parazitni davolaydi. Shu mevalarni sirka va tuz bilan sirtga qo'llanilsa, ho'l yaralarni davolaydi.